harakatsizlik natijasida o'tirib ishlaydigan ish faoliyat turida ishlaganimiz uchun shu oxirgi 7-8 yil ichida sekinlik bilan vazn ortib boraverdi. Endi ovqatlanish tartibini buzilishi, o'z vaqtida to'g'ri tartibda ovqatlanmaganligimiz hisobiga oxirgi 7-8 yil ichida ortiqcha bir 20 kilogramdan ko'proq besob qo'ydik. O'zi odatda 82 kilo vaznda edim. Shu 7-8 yil ichida 108 kilo vazngacha chiqib ketdim men, ko'tarilish bo'ldi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida reklamalar ko'rayotgan paytda Fitway reklamasini ko'rib qoldim va o'sha reklamadan ko'rib Fitwayga murojaat qilganman. Fitway mahsulotini foydalanishni boshlaganimdan dastlabki 3 kunlikda natija sezganman. Ya'ni qanaqa natija bu? Yengillik his qila boshladim bunda. Xo'p, umumiy natija dastlabki 10 kunlikda sezilgan ekan. Dastlabki 10 kunlikda vazndan qaytish, ob'yomdan qaytish holatlari sezilgan. Xo'p, bir oy ichida yuqori natijani, katta natijani farqi sezganman o'z odatda. 108 kilodan 92 kilogacha 45 kun ichida shu natija keldi, shu Fitway mahsulotidan foydalanish orqali. 108 kilo vazndagi muammolar aytadigan bo'lsam, bu ortiqcha og'irlik, harakatda og'irlik sezardik, bosh og'rig'i juda ko'p bo'lardi, uyqu bilan bog'liq muammo, yurak tizimida muammo, asabiylik kuchliroq edi. Xo'p, demak, o'sha Fitway mahsulotidan foydalanib boshlagandan keyin shu muammolar asta-sekin bartaraf bo'la oldi. Men aniq ishonch bilan ayta olaman, hozir mana 45 kun foydalangan bo'lsam, shu 45 kun ichida biror marta dori iste'mol qilmaganman. Ya'ni menda bosh og'rig'i ham kuzatilmagan, yengil his qilaman, kundalik turmush tarzi ancha yaxshilangan bu natijasida. Endi sog'lom turmush tarzini istagan barcha insonlarga Fitway mahsulotini tavsiya etib qolamiz. O'zim yaqinlarimga ham tavsiya qilganman. Bugungi kunda o'sha 5 ta yaqinlarim o'sha Fitway mahsulotidan foydalanib sog'lom turmush tarzi bo'yicha ozishga harakat qilib kelmoqda.